Ta'rifingiz beqiyosiz, baxtim yo'li to'shalgan kun. Ota-onam yonimda siz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Boshim qo'yay poyingizga, jonim qo'shay joningizga, duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Boshim qo'yay poyingizga, jonim to'shay joningizga, duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab. Kuy kuyladim sizga atab, orzularim qo'yamiz axlarga biroz qarsaklarni. Sovg'alaringiz muborak bo'lsin. Siz albatta bundanda ko'prog'iga, bundanda yuksakroqga loyiqsiz. Aslida ham inson farzand dunyoga keltirar ekan, ezgu niyatda halol mehnat ila farzand ulg'aytirar ekan, umri mehnati evaziga farzandlardan ozgina e'tibor va mehr muhabbat kutadi xolos. Bugun mana shu farzandlaringiz qalblaridagi mehr muhabbatlarni qaysidir ma'noda izhor qila olgan bo'lsalar, bir necha soniyaga bo'lsa-da xursand qilib ulgurgan bo'lsalar, albatta o'zlarining niyatlariga yetishdi. Bugun ulardan baxtliroq, ulardan xursandroq inson yo'q. Ko'rib turibmizki, ushbu oqshomda eng yaqin insonlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish, qolaversa o'zlarining tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llash niyat qilib kelgan yaqinlar marhamat. Badiiy sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz marhamat. Sochingizga tushib qalolar, sizdan zo'ri yo'q ekan dadam. Sochingizga tushib qalolar. Qizning davlati otadir, el ichra savlati otadir. Ota tog' suyansang yiqilmas, umrning shafqati otadir. Aziz ana insonlarim, ana qadrli qaynukam, mana bugun tug'ilgan kuni ekan. Fazliddinjonni ilohim Alloh bergan umrini mana shu ahli ayollari bilan, farzandlari, nabiralari, qavm qarindoshlari bilan xush-xursand o'tkazsinlar. Hamisha yomon kunlari mana shunday o'tsin. Mana shu farzandlarning baxtini, huzurini, halovatini ko'rib yashasizlar ilohim. Xonadoningizda hamisha yaxshi kunlar bo'lsin. To'ylar bo'lsin, mana shularni to'ylarda hamisha birga bo'laylik. Yomon kunlarni ko'rmang. Baxtli taxtli kelin bilan uvali-juvali bo'lib yuring hamisha. Kelinxon so'z Marjonaxonga otalarini tabriklasin hamda. Farzandlarini o'ylagan odam, sizdan zo'ri yo'q ekan dadam. Dadajon, bizdan baxtimizda doimo sog' bo'ling. Har doim davramiz to'rtta siz yashang. Har doim dunyoda yagona borsiz otam. Mehrimni baralla oshkorlar etgan, yuragim qalbimda mehrimsiz otam. Mol dunyo o'tkinchi o'tadi. Shunday so'zlar
borda otani qandayligini bilmoqchi bo'lsang, qizidan so'ra deydilar. Marhamat, Dilnozaxonni, Durdonaxonni ham taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz mehmonjonlar. Bugun Fazlijon Xudo bizni tug'ilgan kunlari ekan. Doim Xudo bilan baxtli, saodatli yashasizlar, yuz yoshlar kirsinlar, farzandlarni, qizlarni, nabiralarini doim qo'llab-quvvatlasinlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Marhamat, tashakkur bildiramiz. Ezgu niyatlar, ezgu tilaklar albatta o'zingizga hamroh bo'lsa, biz marhamat Durdonaxonni, Dilnozaxonni taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz. Marhamat. Rahmat, mana bugun dadajon tug'ilgan kunlari, ilohim dunyo bergan umrni ko'rsinlar, bizlar baxtli, bizlar sog' salomat yursinlar, shu yurgan ishlarida omad kelsin, farzandlari bo'lganidan juda ham faxrlanaman. Rahmat dadajon. Har doim baxtimizda sog' bo'ling. Hech kimdan kam qilmaganingiz uchun rahmat sizlar. Bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari tubida ham asosida aslida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr, muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umriyatdir. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling ilohim. Otadek inson topilmaydi bu hayotda. O'zlarining hayotlaridagi qiyinchilik, xatolari farzandlarining hayotda takrorlanmasligi uchun harakat qiladigan yagona inson ota bo'ladi. Farzandlariga tayanch bo'ladigan, ko'ngliga suyanch bo'ladigan inson, farzandlarining kelajagi uchun o'z orzularidan kechgan inson ham ota bo'ladi. Albatta biz farzandlar doimo yodimizda tutishimiz kerakki, mana shu biz yashab turgan to'kin sochin hayot qissasini otajonlarimizni boshlaridagi oq sochlari, qo'llaridagi qadoqlari hikoya qiladi. Shoirning shunday so'zlari borda: dadadek bosilar ilk bora qadam, dadasi bor olam eng go'zal olam, bu dunyoda baxtlidan baxtli dadasiz bir bora quchoqlaganlar. Albatta farzandlaringiz, yaqinlaringiz baxtiga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin, tabriklaymiz.